Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarim. Assalomu alaykum Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarim, qanday yaxshimisizlar? Videomni bir hambarkilab qo'ygan bo'lsanglar, deydigan muhim gapim bor. O'zinglar bilgandek 2 kundan yog'zi Turkiyada kommunist Mauchi o'zinglar bilgandek yoki bo'lmasa bilmagan bo'lsanglar bilinglar, Doğu Perinçek deb bir adam bor Turkiyada. Burun Türkiye'ninki birinci numurluk bubak katili yoki bo'lmasa bebek katili deb bilingan Abdullah Öcalan degan birinci derecelik katta teröristninki PKK'ninki sahibi kurgucusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye halkınınki ecelli deyimiz mi? Eşşeddi düşmeni Abdullah Öcalan'ınki kampığı verip şunun ulan gül verişip, gül ilişip apak çapak buluşup Türkiye hükümetiga, Türkiye halkıga, Türkiye armiyasiga, Mehmetçiklerge karşı tuzak kurup 30 mingdan artık askerinin ölüşünü keltirip çıkargan Abdullah Öcalan'ınki sevgilisi, yakımısa muhabbeti Doğu Perinçek deydigan Mauchi komünist hazır Abdullah Öcalan türmede oğaşka özge yeni bir sahip izlatkandı. Kimden işte bolsam bula deb. Ahiri iş buladigan sahibini tapdı. O bolsunmu Xitay Kompartiyasi qarindoshlarimiz. Bu 2 kundan yog'zi bularninki bir 3-500 satadigan bir gazetasi var. Atisi ham matisi qo'yadigan bekorlik satan bo'lsa, nima deylik gazetining ismi? Gazetning kimi ismini tayin yo'q, Aydınlık. Aşıningda men bilan Robiya opamninki rasmini chiqarib, meni FETÖ'cüge chiqargan bu bir. Bugun qarasam buningki bir 3-5 adam ko'radigan bir televiziya kanalı var. Ulusal kanal deydigan. Şuningda yine qaytadan meningki videolarimni choplab qo'rashtirib, aşağıda bana FETÖ'cü deb nima qilibdi hamdi, u yerda haqorat qilibdi hamdi. Qarindoshlar, men ko'zim sal bugun tunugin yaxshi uxlayolmagan, bak charchab ketdim bugunmi. Shu igiz pas gapib qo'ysam xafamanlar qarindoshlarim. Xafamay ham bakirlab qo'ygan bo'lsanglar. Hamdi bu kanalda hamdi meni FETÖ'cü deganga hamdi bu birinchi buni hamdi ko'tarib chiqqan nima emas, bu Doğu Perinçek degan Mauchi kommunist emas. Buni birinchi ko'tarib chiqqan, bizning arimizdan chiqqan Uyg'urlar. İntayin tantana qilib, qo'shilib, qo'yquzatning biri qo'yrug'ini tutib oldik deb Uyg'urlar boshlagan shunda hujum qilgan. Hamdi bularning o'ttirisida bir organik bag'inish bormi yo'qmi? Buni bir Alloh bildi. Undan keyin inshaalloh dunyoda oxiratda buningki hisobini berdi qarindoshlar. Bu Uyg'urlarningki shundaq menga o'tgan yili shu gaplarni qilgan vaqtda men qo'pib bir aşağıda iniqlimi bergan edim bizning qarindoshlarimizga. Mening videolarimni hech qaysini o'chirib o'tmadim, qaytib berib qarsanglar bor shu edi. Mening degan narsam shu. Men Amerikaga kelgan vaqtida turkchamni ayt yaxshi o'g'anligi uchun birinchi Turkiyaning yeriga kirib ishlagan, u odamningki dukunida men qassoblik qilgan. Shu odam shu jamoatning odami ekan to'q. Meni suhbatlarga chaqirgan, men bordim. Bu yerda yushog'idek bir o suhbatlardimi biz Qur'on, sunnat, Allah peygamberden başka bir narsa deyishmidi, bir yomon narsa ko'rmadim men u yerda. Bir eski bir narsa ko'rmadim. Men faqat yaxshidan bo'l, namoz qilgan, sadaqa bergan degandek yaxshi ishlar bo'ldi. Men bir yomon ish ko'rmadim. U yerga kirib hamda Turkiya hukumati tiladi deb men tilab ketavermayman qarindoshlar. Ko'rganni ko'rdim deyman, ko'rmaganni ko'rmadim deyman. O Turkiyada kim yomon ish qilgan bo'lsa, Alloh balasini bersin, turmaga kirsin, ular solansin. Yomon ish qilganlar. Ama bu yerdagilarni men ko'rmadim. Anandaki mushada qarindoshlar bularningki atfoda bir yer bordi. Atfoda American Turkish Association deb. Bu yerga mushu Fairfax'dagi qarindoshlarimiz bütün Uyg'urlar, bütün Müslüman Uyg'urlar bordi u yerga. U yerga berib biz juma namozi o'qiydik, u yerga berib biz yet namozi o'qiydik, u yerga berib shanba kuni faoliyatlar bordi. Ularningki turkcha maktablar bordi, Uyg'urlar bolalarini beradi qarindoshlar. Buning ichida Uyg'urlarning bir şeyda katta yillarning yog'zi tijorat qilib yurgan, siyosat qilib yurgan insonlarni tatib, har qanday bir odam bordi. Uning ichida men bordim. Shunga bu Türkiye'de bo'lgan bu jangi jidaldan keyin, taxt talash tortishlardan keyin biz endi gerçi bu yerda Amerika hukumati tarafidan bularga nisbatan hech qanday bir tekshirish yoki bo'lmasa bir qo'l qilish yoki bo'lmasa sen bir yomon ish qilsa, terrorist ekansan deydigan bir bo'lmagandan keyin bizning amaliyot ularni ayblaydigan mening hech qanday huquqim yo'q. Meningki hech qanday salohiyatim yo'q. Ammo men mushu vaziyatninki qalayimxonchiligida men millatimiz uchun oldiga chiqqan bo'lganligim uchun Amdi bizning millatimizga gap qilmasin deb bularning aramizni kesib, men bularga telefon qilib, buningdan ko'rishmayli, buningdan bilishmayli. Chunki sizlarningki Turkiyadagi odamlar igizpas chiqib qo'ygan o'xshaydi. Shunga bizning aramizdagi munosabat mishaychik bo'lsin deb biz bulardan uzil kesil. Men bilan tam mishaydi sizlar bildigan nurg'un Uyg'urlar aramizni ayirib chiqdik. Bu normalda bizningki sayın hürmetlik Reisi Cumhurbaşkanı Efendimiz
Tayyip Erdoğan'ın özünü tatip, şunun oğlu şu mektepte vargan, küyoğlu şu mektepte vargan, kızı şularının mektepte vargan, anakin bütün bakanlar, ministerler Türkiye'de bulanın dasında otlamığı adam yok. Şuna bu biz bir Uyghur milletimiz buluşumuz üstü bilen bulanınki biz taxt talaş tartışlarına yakınması siyasi talaş tartışlarına oturup kırdıgan bizning iş kandak, bizninki haddimiz emas, bizning küçümüz mü yok, biz fakat hayatımızın saklap kalışına tirişiyotgan bir Uyghur milleti, mevcudiyetimizni saklap tirişiyotgan bir Uyghur milleti. Bu yerda ötüldü hamdi. Hamdi şunu bahane kılıp meni FETÖ deb chiqishining o'zinglar bilasizlar, o'tgan ay Xitoy Kompartiyasininki The Globe Postma tema bir tetkisiz bir kanalı var. Shu yerdan mening dadamning urug' tuqqanlarining videosini chiqarib bizga qarshi bular qara propaganda qilgan. Anandan bu ay mana Xitoy Kompartiyasininki Xi Jinpingniki Turkiyadagi ishtininki kanalı hozir AK'dan hücum başlayatıdı. Bulan otursa elbette bir bağlanış var. Men emdi qaranglar balla. Uyghur Amerika Birleşmesiga amal yo'qmi shu vaziyatning taqozosi bo'yicha millatimizga xizmat qilish uchun mushundaq jiddiy bir vaziyatda men o'tirg'i tushishga majbur qoldim qarindoshlar. 10-oyning 26 kuni mashundaqa biz u yerda saylam o'tkazgan. Saylam o'tkazib bir 6 hafta 2 oy vaqt bekor o'tib ketdi bu rasmiyatlarni inqiblanmay. Endi texi qurvatimiz ey Xitoy Kompartiyasi mushundaq pinsi qirgan bo'lgan bo'lsa, teximiz yiqirsin. Teximiz yiqirsin Xitoy Kompartiyasi va uning dunyoning har qaysi yerlaridagi yaloqchilari. İnşallah Allah'ın izni inayet bilan men majjonni atadim. Sana qarshi xalqimizni üzül kesil qutuldirish uchun. Bunda kichikdan bunda xabarlar bilan, unda televizor chiqadigan bunda lavz gaplar bilan, yoqimiz töhmatlar bilan bizni bo'yin egamikin deb qanma. Men ölsem ölümenki boyun egmeyme Xitoy Kompartiyasi ve onun yalaqçılarına. Bir Allah'ın korkumen başka hiç kimni korkmayman. Bu dünyada men qarindoshlarım söygidek bir narsa qolmadi. Men uchuq deb qo'yaman gapni. Shunga meninki irodamni kundan kunga kuchlantirayotgan, men hujum qilgan siri shu ichimdan shundoq bir yanartaqdek bir energiyani ko'tarayotgan Xitoy Kompartiyasiga rahmat. Siz bilan texim yetishimiz. Bütün yer şarda Xitoy Kompartiyasi qarshi yer şar xalqini to'plab, seninki oxirgi Xi Jinping vago, oxirgi podshohing bo'ldi seninki. Puyiga o'xshash, Eyshin Kero puyiga o'xshash Xi Jinping patturdi seninki ma'u qurgan imperatorligini. İnşallah shuningga Xi Jinping o'z boshchilik qildi. Biz hayt uyt deyishimiz ham Uyg'ur xalqi Xitoy Kompartiyasini yo'qotishda yer shar xarakterlik oldingi safda mangdi. Buni bilib olsin Xitoy Kompartiyasi. Ammo qarindoshlarım, men o'zimninki bexatarligidan ansirmagan bilan Turkiyadagi qarindoshlarimizningki bexatarligidan ansirayman qarindoshlar. Endi Turkiyada o'zinglar bilisizlar, mushundaq bir yolg'on gapni atib qo'ysa, mushundaq bir tuhmatni atib qo'ysa, ishdan chiqarib yutadigan, turmaga solab qo'yadigan mushundaq ishlar bor qarindoshlar. Agar Turkiyadagi qarindoshlarimiz mushu bir boshlang'ich bo'lib qolsa, chunki biz bilamiz, ikki davlatning o'rtasida bu diplomatik münasebetler var, siyasi münasebetler var, ticari münasebetler var. Bu yerde meyli körük seten 3. körükni, meyli havalimanı seten hava aydırımını. Ama Uygur halkı asla ve asla sitiladigan ve oturda bazalık talışıdığan bir narsa emas. Uygur halkını bunda kısa, Türkiye halkı mı hazır hükümetini qattiq qo'llayotgan Türk halkı mı, muhafazakar Türk halkı mı, bu meyli komünist Türk olsun, bu meyli CHP'ci Türk olsun, qandaq Türk olsun, bununla qattiq qarshi turdi qarindoshlar. Mushuni bilib qolsin. Bir Uyg'urga FETÖ deb chaplab agar bular muvaffaqiyat qozona olsa, ikkinchi Uyg'urga, uchinchi Uyg'urga, to'rtinchi Uyg'urga, 100-chi Uyg'urga, 1000-chi Uyg'urga bular FETÖ deb chaplab Xitoyga setishdan yanmaydi qarindoshlar. Setishga yanmaydi deyishimdagi sabab bu hargiz bizningki hurmatlik Cumhur Reisimiz va uning atrofidagi sodiq sabdoshlarini emas, ammo Turkiya hukumatining ishiga suqunib kirib olgan komünist parazitlar mushundaq qilishni yanmaydi qarindoshlar. Shuni bilib qolsin, agar Turkiyadagi bir qarindoshimizga FETÖ deb bular qalpoq atib, bularninki Xitoy bilan agar bir bozaloq o'ynab qolsa, biz butun dunyoni ostiga ustiga keltirib, jinimizni tikib qo'yib, qarindoshlarimizni qo'g'daymiz. Buningga hargiz hapli qilib yuturtanmaydi bizning qarindoshlarimizni. Turkiyadagi qarindoshlarimizga biz qattiq ko'ngil bilamiz, butun dunyodagi Uyg'urlar ko'ngil bildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, Yevropa inson huquqlari mahkamasi bo'lsin, bu bir Amerika yalab bo'lsin, Yevropa
ittifoq bo'lsin, nadi bo'lsin, dunyoning hamma yerda biz Turkiyadagi Uyg'urlarning bexatarligi uchun qo'limizdan keladigan hamma ishlarni qilamiz. Ammo shuning bilan birga bu bexatarlik masalasi men degandek hozirgi Turk hukumatı tarafidan nim qilingan emas. Turk hukumatı bo'libmi Sayın Reisi Cumhur Efendimiz Uyg'urlarga nayt kengchilik bilan mushundaq zaytun burun qo'ysangiz Uyg'urlarning shahrida qulab ketdi. Uyg'urlarga nurg'un vatandaşlıklarni berdi. Biz bununla chin ko'nglimizning tashakkurimizni, minnatdorligini bildiramiz. Ammo Turkiya hukumatining ishiga suqunib kirib olgan kommunist parazitlar agar Uyg'urlarni sotamiz desa, bununla hargiz va hargiz aslo va aslo yo'l qo'ymaymiz qarindoshlar. Shunga Turkiyadagi qarindoshlarimiz Bulupmu Türkiye'deki teşkilatçı qarindoshlarimiz ma'lum tashkilotlarga, ma'lum organlardan, ma'lum insonlar kelib, sen mundaq bir bayonot bergin, sen Quzatni fatvo degin, yoki bo'lmasa sen Quzat bilan munosabatim yo'q degin, sen bu ishni e'tirof qilgin deb agar sizlarga mushundaq bir gap kelib qolsa, buni qattiq rad qilishinglarni umid qilaman. Chunki meni fatvo desanglar, mening pishtimni midirlab qo'ymayman, pishtim qo'yib, pishtimni midirlab qo'ymaydi qarindoshlar. Meni fatvo desanglar. Ammo bir Uyg'urni fatvo degizsanglar, ikkinchisindeydi, uchinchisindeydi, anından keyin bir-birlab kelib Turkiyadagi qarindoshlarımızning bexatarligiga ta'sir etadi. Shunga Turkiyadagi tashkilotchi qarindoshlarimiz Alloh rizosi uchun inshaalloh sizlardan talab qilganim, mushundaq bir narsa kelgan vaqtida buni hargiz qabul qilmanglar, bunda qilib qolsanglar, sizlarning atrofingizdagilardan boshlab bir-birlab kimni atimiz, kimni satimiz deb o vaqtida semiz qo'y izlaydigan, qurbonlik qo'y izlaydigan bir vaziyatga asta-asta Uyg'urlar tushib qolishi mumkin. Onu mu bilip qolish kerak? Uyg'urlarni hamda onu bunu deb o'zininki siyosiy dushmanlarini yoki bo'lmasa Turkiya hukumatiga sodiq emas insonlarni fatvo deb yo'qotdi. Hamda Uyg'urlarni fatvo desa bu ahmoy, ash mishiya kelgan turk xalqi buningdan keyin teximi to'yab, ha, mushu Uyg'urlarni fatvo degan bo'lsa, burun fatvo deganlarning hammasi yolg'on ekan. Chunki bular kimni yaxshi ko'rsa, kimni sotqisi kelsa, kim bilan savdo qilgisi kelsa, kimdan pul topqisi kelsa, shuni fatvo deydi ekan deb, fatvo degan ma'u iniqlimimi kavram deymiz mani. Mushumi bikani baqa amdi kuchsiz bir narsaga aylanib qoldi, ahamiyatsiz bir narsaga aylanib qoldi. Shunga shu o'zanlar ishlatayotgan qurolninki inovatini, ta'sir kuchini tushunmay, Allah rızası uchun Uyg'urlarga bundaq fatvo demanglar, bizning fatvo bilan hech qanday aloqamiz yo'q. Biz faqat hayotimizni qutqizib qolishni xohlaymiz. Biz faqat bizning qarindoshlarimiz Turkiyada vatandoshlik, iqomat, normal bir yashasa, bu yerda hech qanday Xitoy bilan o'tirsida bir buzg'unchilik qiladigan boshqa bir qilmaydi. Uyg'urlar faqat yashashni xohlaydi. Biz Uyg'urlarimiz naiti tinchlik suyar, yaxshi insonlar. Bular hargiz Turkiya hukumatiga xayrlik qilmaydi, hargiz boshqa davlatga bir xayrlik qilmaydi. Bu naiti oq ko'ngil millat bizning Uyg'urlarimiz. Hatta Türkiye'de başka milletlerinin özü Türkiye'de yaşayotgan Türkiye'ni tillasa Uyg'urlar birinci olup hatta bir shub qalsa Türkiye'deki Uyg'urlar Türkiye için jinini tikib qo'yishga rozi, jinini qurban qilishga rozi. Bizning Türkiye'deki Uyg'urlarimiz Türkiye'ga shunchalik darajada sodiq, shunchalik darajada yaxshi ko'rdi. Shunga men bu Uyg'urlarni fatvo deyish nimasiga qattiq qarshi turaman. Hamda Turkiyadagi qarindoshlarimiz bir-biringlar fatvo degizmanglar, bulupmu tashkilotlar bir-biringlar fatvo degizmanglar qarindoshlarim. Mening nasihatim shu. Bo'lmasa men bu pishtlarninki uni ishkinar chiqib qo'yganiga men bu yerda tamtirab, voy Allah qanday qilaman degan bir inson emas. Bu tiqamni boshlang'ich ey Xitoy Kompartiyasi, texe o'yinning cho'ngini o'ynaymiz inshaalloh. Men biz Uyg'urlarninki ishini bek osonlashtirib o'tibsizlar sizlar. Bulupmu Xi Jinping degan qalva o'zining diktatorligi bilan Uyg'urlarniki ishini texmi osonlashtiryapti inshaalloh. Men kundan kunga Xitoy Kompartiyasining o'tkazayotgan xatoliklari, o'zining xalqiga qilayotgan zulmlariga qarab, koronaviruslarga qarab, bo'layotgan butun vaziyatlarga qarab iymonim komil. Biz Uyg'ur xalqi Xitoylarninki zulmidan uzil kesil qutuldiganiga iymonim komil. Inshaalloh 5 yil, 10 yil Xitoy Kompartiyasining shunchalik umr qoldi. Shuningga bütün dünyadaki Uyg'urlar yaxshi tayyorlik qilinglar. Bizning vazifamiz tayyorlik qilish, bizning vazifamiz qadamni itish, bizning vazifamiz faqatlam shunda menga qo'yish qarindoshlar. Bu cho'ng ish emas. Qilsa Alloh qiladi. Yo'q qilsa Alloh yo'q qiladi qarindoshlar. Shunga ekran oldidagi qarindoshlarimiz xapanmay, mushuni bir hambaklab qo'ygan bo'lsanglar, Uyg'urlarni fatvo degizmanglar. Maqma? Uyg'urlarni fatvo degizmanglar. Anandan keyin Xitoy Kompartiyasiga qarshi qattiq kurash qilinglar. Qattiq kurash qilsanglar, sizlarni televizorga chiqirdi atugin. Ma'qulam sallallahu alayhi va sallam. Xo'sh.